Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan 8-sinf huquq darsligini 4-mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'nida 4-mavzu davlat deb nomlanadi. Demak, bizda birinchi ma'lumot bu. Xo'p, davlat so'ziga ta'rif berilyapti. Ya'nida davlat jamiyatning shakllangan siyosiy institutidir. Ya'nida agarda test tushsa, jamiyatning shakllangan siyosiy instituti bu jamiyat hisoblanadi. Xo'p, jamiyat qanday bo'lsa, davlat ham shunday bo'ladi. Demak, xo'p, insoniyatning ibtidoiy jamoat tuzilmalaridan sivilizatsiya tomon burilishi nima deyilgan savolga esa davlatning tashkil topishi deb javob beramiz. Va dunyoda birinchi sivilizatsiyalashgan davlatning paydo bo'lishi bu qadimgi Sharqda miloddan avvalgi 4-3 mingyilliklarda mingyilliklarga to'g'ri keladi. Endi Markaziy Osiyo hududlarida miloddan avvalgi 1-mingyillikning boshlarida ilk o'rta ilk davlat uyushmalari paydo bo'la boshlagan. Xo'p, demak, miloddan avvalgi 1-mingyillikda, 1-mingillik birinchi yarmida, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda O'zbekistonda, xo'p, O'zbekiston hududida ilk davlat, ya'ni bular qaysilar? Xorazm va qadimgi Baxtriya. Xo'p, endi qadimgi Xorazm va Baxtriya davlatining uyushma ittifoq hududlari Sirdaryodan O'rta Afg'onistongacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga olgan. Hamda Xorazmdagi Ko'zaliqir, Baxtriyadagi esa Baxtira o'z markazi bo'lgan. Xo'p, jamiyat dastlab qanday tuzilma orqali boshqarilgan, ya'ni sistema orqali boshqarilgan deganda, bunga ijtimoiy hokimiyat, ya'nida hamma odamlar kuchi bilan boshqarilgan. Ya'nida biror bir masalani hal qilish kerak bo'lgan taqdirda, masalan, savdo saylash yoxud boshqa o'qishga chiqish to'g'risidagi masala, hamda shu kabi davlat ishlari yoxud biror bir masala hal qilishda ular ovoz berish yo'lidan foydalanishgan. Xo'p, odamlar turli qabilalarga birlashyapti va eng ilk sodda ko'rinishi bo'lyapti demokratiyani. Demak, demokratiyaning eng ilk sodda ko'rinishi bu ijtimoiy hokimiyat, ibtidoiy jamoat tuzilmasi deyiladi. Endi jamoat hokimiyati o'rniga alohida hokimiyat paydo bo'ldi. Demak, jamiyat boy, kambag'al, keyin esa boshqaruvchilarga ajratilyapti. Demak, birinchi o'rinda nimaga asoslangan davlat boshqaruvi? Davlat boshqaruvi birinchi o'rinda majburlov kuchiga asoslangan. Keyinchalik esa majburlov kuchi bilan boshqarib bo'lmayapti. Ya'ni qullarni yoxud o'sha oddiy xalqni nima uchun deslaring, masalan, quldorlik jamiyatdan misol qilib oladigan bo'lsak, boshqaruvchilardan ko'ra boshqariluvchilar ko'p bo'lgan, qullar, va ular o'zlari haq-huquqlarini tushunib yetgan hamda o'zlari yashash uchun imkoniyati borligini inobatga olishganda va har xil qo'zg'olonlar, urushlar hamda o'sha boshqaruvchi, ya'nida o'zini egalariga nisbatan har xil ziddiyatlar, urushlar kelib chiqqan. Shu tariqada keyinchalik qonun-qoida paydo bo'lyapti. Va qonun-qoida ana shu qullarni yoxud oddiy xalqni boshqarishda juda ham qo'l kelyapti va barchani birday boshqarish uchun imkoniyat tug'diryapti. Xo'p, davlat ibtidoiy urug'chilik jamoasidan ajratib turadigan belgilari. Xo'p, demak, ko'rib chiqamiz. Demak, belgilari bular 5 ta hisoblanib, birinchisi, davlat paydo bo'lgan jamiyat fuqarolari ma'lum bir hududga birlashadilar. Ya'nida davlatdagi fuqarolar ma'lum bir hududga birlashi. Endi ikkinchisi esa davlat o'z faoliyatini amalga oshirishda boshqaruv apparatiga ega bo'lishi. Uchinchisi esa qonunlar hamda normativ huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi hamda qonunlar joriy qilinishi, qonunlarning mavjudligi. Xo'p, endi to'rtinchisi esa, ya'ni o'z byudjetiga ega bo'lishi va beshinchisi, eng asosiysi, suvereniteti, ya'ni boshqa davlatlardan mustaqilligi, o'z ichki va tashqi muammolarini o'z hal etishi hamda o'sha chet davlatlar bilan aloqalarda to'la mustaqilligini anglatadi. Demakki, bizda keyingi ta'rif bu davlatga ta'rif berilyapti. Ya'ni majbur qilish kuchiga, ya'ni hokimiyatga ega bo'lgan, o'z fuqarolari, shuningdek,
hududida istiqomat qiluvchi barcha insonlarni manfaatlarini himoya qiladigan, boshqa davlatlar bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarni ham amalga oshiradigan mustaqil siyosiy tashkilot. Demak, biz siyosiy tashkilot deyilganda davlatni nazarda tutishimiz kerak. Endi bu yerda bobokalonimiz Amir Temur haqida ma'lumotlar berilyapti. Amir Temur 1336-1405-yil, 1336-1405-yillarda ya'nida yashagan. Xo'p, endi Amir Temur bobomizdan iqtibos keltirilyapti. Ya'nida davlat ul saltanat 3 narsa bilan, mulk, xazina, lashkar bilan tikdir. Dono vazir bularni uchalasini ham tadbirkorlik bilan yaxshi ahvolda saranjom tutadi, deyapti. Ya'ni buning ma'nosi, ya'ni agar davlatingda mulk, xazina, lashkardan birortasi bo'lmasa, davlating tik turmaydi. Ya'ni davlating o'z yashash imkoniyati yo'q bo'ladi. Nima uchun? Agar masalan mulkingiz bor, xo'p, xazinangiz bor, lekin lashkaringiz yo'qmi? Demak, boshqalar tomonidan talanasiz. Agarda lashkaringiz bor, lekin mulkingiz yo'q, xazinangiz yo'q bo'lsa, unda lashkarda boqish uchun yoxud ularga o'sha o'z ish haqqlarini berish uchun pul bo'lmagani sababli bu uchalasi ham birdek bo'lish kerak. Shunda davlat shu Amir Temur bobomiz aytgandek, shu uchala narsa bilan tikdir deyilgan va dono vazir, davlat boshlig'i buni saranjom tutish kerak deb aytilyapti. Va Shavkat Mirziyoyev xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak degan ustuvor g'oyani ilgari surayapti.